Ramazan, mübarek bir ay. Rahmet, bereketke bay. Ramazan, mübarek bir ay. Rahmet, bereketke bay. Dünya Müslümanları her yıl mübarek Ramazan ayı kirse, Allah'ın rahmeti yağıdığan bu ayını tulumu ehmiyetlik ötküzüşke tirişidu. Sizning ma elbette şularning biri ekanligingizga ishonaman. Bu mübarek ayning her keçisi bereketlik bolsumu, şu keçilerning ichida eng aziz ve eng mübarek bolgan bir kechi bor. O keçini tapalagan kishi o'tib ketgan ömrünü qaytirib ola oladi ve qilgan gunohlarini yuyib oladigan tepilg'usiz bir fursatga erishadi. O bolsumu Qadr kechisidir. Undaqda o keçini qandaq tapamiz? Albatta payg'ambarimiz hadislarida ko'rsatgani bo'yicha Ramazonning kechilarida. Bo'libmi Ramazonning oxirgi 10 kunning kechilarida. Bu 10 kechining ichidanmi taq kechilarda topa olamiz. Undaqda bu kechida qandaq ibodat qilamiz? To'g'ri. Bu taq kechilarda uxlamasdan Qur'on o'qiymiz, uzun tahajjudlarni o'qiymiz. Ammo bu kechining eng buyuk ibodati bo'lsa, Oysha onamizning bizga o'rgatgan ibodatidir. Undaqda bu ibodatni bilamsiz. Oysha onamiz payg'ambarimizdan agar Qadr kechisini topsam qandaq duo qilaman deb so'raydi. Oysha onamiz hergizmi qaysi ibodatlarni qilaman deb so'ramasdan qandaq duo qilaman deb so'raydi. Bununla cevaben Peygamberimiz Allahümme inneke afun tuhibbul afva fa'fu anni. Ey Allah'ım sen keçürgüçü, apu qılgıcı zatsan. Apu qilishni yaxshi ko'rsan, meni keçürgin, meni mag'firat qilgin deb duo qiling deydi. Allah Taoladan ushbu apuni tilashga loyiq bo'lishimiz uchun o'tmishimizga bir qur qarab chiqib, qilib salgan gunohlarimizga chin qalbimizdan tavba qilishimiz. Allohim, bu gunohni qilib saldim. Buningdan keyin hargizmi qilmayman. Meni apu qilgin. Gunohimni mag'firat qilgin deb pushaymon qilish bilan ro'yobga chiqadi. Undaqda bu shaklda duo qilishimizning hikmati zodi nima? Qadr kechisi 1000 oydinmi afzal bir kecha. Bu bir kecha 1000 kechidan emas, balki 1000 oydan, ya'ni 83 yildanmi afzal bir kecha. Mundaqcha qilib aytganda, bu bir kechini bir umrning badali desakmi bo'ladi. Demak, bu ulug' kechida ibodatlarimizning javhiri bo'lgan duo qilish orqali Allohning mag'firatiga erishib olishimiz eng yaxshi amal hisoblansa kerak. Bu apu mag'firatga erishish uchun Allohga tavba qilishimiz, ya'ni tavbatan nasuha, samimiy, haqiqiy tavba qilishimiz va gunohlarimizdan poklangan holatda do'zaxdan qutulib olishimiz lozim. Qadr kechisining sirri mana bu qarindoshlar. Shuning uchun har birimiz Qadr kechisidan iborat Ramazonning sir kechalaridan, savobi eng yuksak bir kechida Alloh taolaning mag'firat, jannat va bir umrdanmi ortiq savob va'dasini unutmaylik. Gunohlarimiz qancha cho'ng, qancha ig'ir bo'lsin, bu umidni asla unutmaylik. Çünkü mümin degan Allah'ның cenneti ve mağfiretiga her vaqt ümit var kişilerdir. Qadr kechisi Allah Taolaga qaytib olish, Allah'tan mağfiret ve rahmet tilib olish kechisidir. Hergizmi yemek, içmek ve gap setib olish kechisi emas. Qadr kechimiz Allah Taolaning bizni afu qiladigan kechimizdir. Qadr kechimiz haromlarga elvida deydigan kechimizdir. Qadr kechimiz osmon bilan zimin tutishadigan kechimizdir. Qachoniki Allah Taala ey qulim deb bizga rahmat nazar bilan qarab, bizni huzurga qabul qilsa, u dal bizning Qadr kechimizdir. Alloh taolo hammamizni bu kechini tepib ömrimizni yengilib olishga, bu buyuk savobga erishib olishga nasib qilsin. Qadr kechisini har birimizga musharraf qilsin. Rabbimizdan kelgandir nusrat, musulmonlar aziz bo'lgan osh oxiri hammasi rahmat, Rahmonimiz rozi bo'lgan